Cho'g'ami buni? O, ho'kizlar, qani sanlar? Akangni chaqir. Aka, tur, bizni dadam chaqiryaptilar. Men chaqirganlar yo'q. O ho'kiz deyishdi, eshitmadingmi? Bu uyda sendan boshqa ho'kiz yo'q-ku. Qaysining olishding bu pensiyani? Yo'q, men o'zim ishlab pul topaman, men tekkanim yo'q. Yo, san oldingmi? Yo'q, men olmadim. San olmagan bo'lsang, kim oldi unda? Kelin! Labbay dadajon. Mana uni ichida choy to'kib tashing. Qaynatamdan qolgan rost gapirtiradigan choyni damlab chiqingchi. Xo'p bo'ladi. Ich. Ana endi to'g'risini ayt. San oldingmi pensiyani yarmini? Yo'q, men olmadim. Men tegmadim. Qani o'g'iltoy, siz ham bitta chinchi? Qani o'g'iltoy, to'g'risini aytingchi? Menga ishonmayapsizmi, dada? Men o'gam yo'q, qattaligini ham bilmayman uni. Kelin! Labbay dadajon. Qani. Yo'q, men ko'k choy icholmayman, davlenam tushib ketadi. Kelin, bu oddiy choy emas. Bu Xitoy zaminlarida yetishtirilgan, yumshoq va yengil ta'm bilan ajralib turadi. Undan tashqari sizni organizmingizga ko'plab foydasi bor. Qani. To'xtang kelin. Ma'lumot aytib, bu premium organik choyi yurak qon tomirlarini faoliyatini yaxshilaydi. Ovqat hazm bo'lishiga yordam beradi. Kun davomida agar ichib yursangiz, tetiklantiradi, energiya beradi. Qisqasi buni umuman ziyoni yo'q, foydasi bo'lsa bor. Qani. Ana endi to'g'risini ayting. Kecha kechqurun qulupnay yegim kelgandi. O'g'lingizga aytsam, o'g'lingizni ham yegisi kelibdi. Xo'p, mana bilib oldik qayerga ishlanganini. Pulni so'rab oladi-da, ho'kiz. Yana bir narsani bilib olaylik dadajon. Nima bilgingiz kelyapti, kelin? Shu o'g'lingiz 3-4 kundan beri kech kelishyapti. Qayerda yuribsiz desam, aytishmayapti menga. Bo'lib, biz bilamiz-da, mana hozir to'ldirib qo'yib beraman, keyin to'g'risini aytadi. Dozasi kuchayib ketib tishkilikda, yo'balani. Dada, ta'sir qilmayapti to'ldirib qo'yishdan. Nima qilaylik bo'lmasam, o'g'iltoy? Ro'z gapirtiradigan choyda o'ziga damlab borish kerak.